Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarı Gazi Ruzi. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağı 2022 yıl 7. ayının 18. günü. Bugünkü vaziyet. Yani bizge münasebetlik vaziyet bir cümle olsun. Bütün millet Uygur'un hayatına münasebetlik bir cümle. Bu hükümet tarafından çıkan emas, torbetlerden çıkan. Şu doğruda tahlil edip barımız. Tahlil edip verişten Obal Azerbaycan Sinci Efendi Japonya'dan. Mesela Xitay Demokrati bugün 18. günü düşündük dedi. 20. kurultayda aldığımızda az dolu özgürüş buludu dedi. Bunu paketi dedi ki Azər Vezir Li Keqiang partiya sekreterliği təyinlenidu dedi. Wang Qishan muavir reis, Wang Qishan Cumhuriyet devlet reisi bulup koyuludu dedi. Ondan keyin Xi Jinping Cumhuriyet Harbiy İşler Komitetinin reisi bulup qalaverdi. Özgürüş muşundaq buladı ki, onun deyişçi bundaq 3 parçaga, yoki 3 kishiga taqsim qilish huquqni Deng Xiaoping davrida bir qatam yuz bergan ishgan. Masalan, hozir bundaqda bu huquq markazlashtirishdan huquqni chechib etishga. Masalan, deymiz bir Cumhuriyet'in asosiy qonuni yoki onun davlat apparati, davlat mashinasida bir-birini nazorat qilish deydigan ish bo'lmasa-mu, biroq hozir buni reislikni Wang Qishanga sekreterlikni Li Keqiangga taqsim qildi. Harbiy ishlar komitetida Xi Jinping qildi desa, mustabbid tizimlik markazlashtirishdan hozir mustabbid tizimlik huquqni parchalash, qisman oldi bir-birini nazorat qilish yoki qisman oldi siyosat belgilaganda bir-birining kontrol qilib olishi va yoki monopol qilib olishini, siyosatni monopol qilib olishini cheklash mumkinmi, emasmi? Gap mana bu yerda bu 20. qurultay bo'lsa bu yil kech ko'zda yuz beradigan ishkan. Mening Uyg'urlarning hayotiga munosabatlik bir jumla to'rbetdagi xabar deganim bundaq vatandoshim. 20. qurultay krizisi Beijing qo'l soldi. Söyrelme Quruluşlar Banki bilen billa gumron bo'ladigan bo'ldi. Xi Jinpingni masxara qildimi? Yani Cumhuriyet'in iqtisodiy ahvoli navbatdagi Xi Jinpingni masxara qildimi? Torbetchilarda ulashga boshladi. Erkekcan 0 darajaga tushirishni yoki virusni erkekcan 0 darajaga tushirishni erkekcan bankidan qarz berishga o'zgartayli. Demek hazır bankadan qarz elishmi to'xtadi, qarz berishmi to'xtadi, qarz qaytarishmi to'xtadi. Şirketde o'z ixtiyoriy oldi. Buning majburlab mumkin bo'lmayotdi. Anadagi joy-joylarda, hatta bütün memleketler o'chirib turib bankadan pul elish. Bu harekat to'xtagan yo'q. Muş işler Xi Jinpingni masxara qildimi deyilib. Yani alaqadar matbuotlar tuturuqsiz Cumhuriyet'in matbuoti rimribow degandan tortib tuva yerlik matbuotlargacha hammasi tuturuqsiz bir matbuot qaylinib qoldi deydi. Xinjiangni qattiq qo'l boshqarish, yani mustamlika Uyg'uristonda qattiq qo'l boshqarish balki endi to'xtaydi. 7. ayının 16. günü YouTube Aynek Axbarat sahnesi. Aynek Axbarat sahnesi bu Xipin degan efendinin Aynek televiziyasi, Aynek Axbarat sahnesi şu 2 xil targ'ibot, tashviqot quroli Xipin efendi ishlaydi. Bu kishi burungi vaqtlarda Cumhuriyet partiyasini qattiq boş qilib xizmatda ishlagan odam edi. Keyin orliqda maydonida va pozitsiyasida ozroq o'zgarish bo'ldi. Endi yaqindan beri shu 2 oydan beri yana maydonda o'zgarish bo'lib, hozir Cumhuriyet partiyasini har tarafdan bosh qilishga o'tdi. Biroq buningda mening bir jumla deganim diqqat vatandosh, Xinjiangni normallashtirish.
Yani müstemlike Uyguristan'ın hayatını turmuşun. Bugünkü nezarbandki eliniş, nezarband qilish turmushini. Bugünkü taqib qilinish turmushini, nazorat ostiga elish turmushini. Yoki xohlaganda majburiy emgakka selish va xohlaganda ishki Xitoyga elib ketish va xohlaganda qo'lga ilingan turmada yotganlarni chiqib isim qildim deb chiqib majburiy emgak beng tuvanga tutib berayotganligidan iborat shundoq paket bugungi turmush Uyg'urning turmushi mushu turmushni endi normal hayotga qaytarish degan so'z yoki normal asli keltirish degan so'zning ma'nosi hozir Xipin apandi aytibdi. Şinjan'ın turmuşunu normallaştırış. Bu faqatli Xi Jinping Şinjan'da 15 gün xizmat tekshirgandan keyin o'ttirg'i chiqayotgan gap. Bu normallaştırış. Aslidagi mustamlika tuzum Uyg'urlarga bergan turmush. Şu turmushni asli keltirish. Normallaştırış, şu turmushga qaytarish. Mustamlik tuzum ta'minlagan va mustamlik tuzum Uyg'urlarga ajirtib bergan turmush shaklini asliga keltirish. Muşu derecede bo'lsa, ihtimal bu yerda jazolar bekor qilinadi degan gap o'ttirg'i chiqamdi vatandoshim. Biz tungi muhokim leksiyamizda shundoq dedik. Bugun tuyuqsizdi buni aynak axborot sahnasi xabar qilibdi. Men sizlarga shundoq tahlil qilib topshirdim. Bu rost shundoq bo'lam. Biz o'zimiz muhokama qilganda o'ttirib qo'ydik. Bekar kılınamdı dep normallaştırış degan sözün ma'nosi jazo lagerini bekar qilish degan gap. Jazo lagerini saqlab qolgan ahvolasi yani bu turmushin davomi ena farq bo'lmaydi-da, o'xshash bo'ladi-da. Normallaştırış burungi mustamlika tuzum sharoitidagi Uyg'urning hayotini asliga keltirish. Bunu dastlab qadamli shundoq deyli. Endi agar bu 20-qurultayda mustabid tuzum shakli bilan tuzilgan Jungoning siyosiy tuzumida o'zgarish shundoq bo'ladigan bo'lsa, bir mustabbidni elib tashlab, uning o'rniga ikkinchi chiqadi desa, asli shu hokimiyat. Bu yerda o'rin almashtirish degan gap vatandosh. O'rin almashtirish degan gap. Masalan, Li Keqiangni sekreter qilib tayinlash Xi Jinping Harbiy ishlar komitetida qo'yish. Siyosatni kim belgilaydi? Partiya belgilaydi Jungoda. Jungoning raisi degan gap ham bu qo'rchoq huquq. Jungo rais bo'lish degan gap qo'rchoq huquq. Jungoda bir tutash rahbarlik Jungo kompartiyasining rahbarligi. Biroq hozir bu ish ashunda o'rinlashtirilishi bu avval xalqaro jamiyatga bergan javobmi? Hazır Jungoning iqtisodiy ahvoli tugidi davatimiz, söz davatimiz, mellemes, hemmisi davatıdır. Jungoning iqtisod tugisi Gongchendan nima ishga mavjud bo'lib turdi degan savol tabiiy holda o'tirg'i chiqdi. Hayronman bu ishga vatandosh. Hayron, butun dunyo hayron. Tugidi deydi, tugidi Gongchendan da hozir diktatora siyosatni yurgizyapti. Biroq 20-qurultayda shundoq o'zgarish bo'ladi deydi. Cansınca efendi. Qani onu aldığımızda göreyli. Bugünkü vaziyetimiz şu bir cümle söz için başqacha alayda xabaryak, alayda maqalalar yok. Allah halası hayatından başlap yani görüşümüz vatandaşlar.